Lekin uncha buncha hovli bilan surishib qo'yadigan 2 xonali kvartira topib qo'ydim. Mehmonxona qismini qarang, juda ham chiroyli remontda bitgan, oppoqqina qilib mexga zonalari. Bu yoqda bemalol televizor tomosha qilib o'tirsangiz bo'ladi. Kamiga 2 ga 6 balkonimiz joylashgan, razdujnoy eshik bilan ajratilib, oshxonamiz balkonga chiqarib qo'yilgan. Mana bu joyda oila davrasida bemalol romantik nonushta qilsangiz bo'ladi. Bu yog'imizda desa ayollarimiz yoqtiradigan oshxonani chiroyli qilib barcha mebellarni krashinni qilib joylashtirib qo'yishgan ekan, hamma sharoitlari bilan. Plus bonusiga mana bu joyda o'zini hovlilari mavjud ekan. Hovlisi ham bemalol keng, gektar desangiz ham bo'ladi. Juda ham bemalol yoz vaqtlari oila davrasida shashlik, ovqatlarni pishirib o'tirsangiz bo'ladi. Aytgancha xonadonimizda 2 xona, 3 xona qilingan. Mana bu joyda esa bitta detskiy yotoqxonamiz. Bitta bolajon uchun hamma sharoitlarni taxlab qo'yishgan ekan. Bu yog'imizda podyezdga chiqib ketish eshigimiz o'zini sensorli eshiklari bilan zamonaviy eshiklarni o'rnatib qo'yishgan ekan. Koridorni ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli remontda bitirib berishgan. Koridorda keng effektini berish uchun oynalarimiz va bu yoqda yuvinish xonamizga joylashgan. Bunda ham dushovoy kabinka, stiralkalari tayyor holatda va bu yoqda hojatxonamizga joylashgan. Hojatxonani ko'rishingiz mumkin. Va bu joyda sizning yotoqxonangiz, ya'ni kattalar yotoqxonasi, master spalni juda ham zo'r dizaynda qilgan ekan. O'zingiz bitta baho berib ketasiz. Qarang buni. Oppoq, odamga yoqadigan, miyani charchatmaydigan ranglardan foydalangan ekan. Duh spalnini chiroyli qilib joylashtirib qo'yilgan va mana bu joyda shkaflarni dizayniga o'zingiz e'tibor qilib ketasiz. Steklanniy qilib, zo'r remontda bitirib berishgan ekan. Manzilimizda Chilonzor 8-kvartal, orientimizga Rayhon chorraha yoki Korzinkani bersa bo'ladi. 4 qavatli binoning 1-qavatida joylashgan 55 kvadrat metr. 84,5 ming AQSh dollari so'rashyapti. Kelishtirib beradigan joylari bor. Opsionida nomer qoldiraman. Batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.